Allo, aha. Xo'p, tushundim. Ha, bo'pti, mayli. Hammaga salom do'stlar. Mening ismim Bruno va yangi videoga xush kelibsizlar. Bilasizlarmi, hozirda men gaplashgandim. Men mebellar oldim. Jitel, ha, men bugun nihoyat mebellarimni yangilayman. Nima deysan? Ana qop-qora turibdi. Olib kelsang bo'lardi. Men tashlab keta olmayman joyimni. Tushunarli. Eskilarni nima qilding? Tashlab yubording. Yangi edi-ku. Ha, yangi edi, lekin kel undan ko'ra seni uyingga olib kiramiz. Nima deysan? Yaxshi bo'lardi. Menda kakras yo'q. Aha, bo'pti. Unda hozir men o'rnatay, keyin senga olib kelib beraman. Xo'p. Xo'sh. Mana do'stlar, mening yangi mebellarim hammasi qora rangda, chiroyli. Birinchi navbatda gitara, oyoq kiyimlar turadigan qo'shimcha javon, divan va kompyuter. Undan tashqari katta shkaf, kravat, divan yog'ochdan, torshirning kattasi, torshir kichkina lampa va bo'ldi do'stlar. Tak, stop, meni bu yerda kompyuter uchun o'rindig'im bor edi. Qayerga qo'yib bo'ldi ekan? Ha, mayli. Jitel, mana xullas mana bunaqangi divan bor. Ha, yomon emas, chiroyli daraxtdan. Ha, qora rangda. Meni o'zimning kiyimimga o'xshab. Qoyil, yana nima bor? Xo'sh. Bundan tashqari yana mana bunaqangi katta lampa bor. Oyoq kiyim uchun javon, oddiy javon. Xullas, keyin uyga chaqiraman. Xo'sh. Davay, kelinglar, endi bularni o'rnatishni boshlaymiz. Bu yerga yonimizga turadigan bedside javonni qo'yamiz. Bu yerga esa kravatni o'zini, ya'ni bed va bo'ldi. Yomon emas, chiroyli. Qora rangda, faqatgina polni ham rangini o'zgartirish kerak. Bu yerga esa kompyuterni o'rnatamiz. Tak, faqatgina bilmadim qayerga qo'yib bo'ldi ekan. Meni o'rindig'im maxsus kompyuter oldida o'tirish uchun игровой emas, lekin u ham qora rangda edi. Ha, mayli. Bu yerga kichkina lampani qo'yamiz, yorug'lik berib turadi. Endi esa mana bu divanni hozircha bu yerga qo'yib turay. Keyinchalik xonani ikkiga bo'lsam, yaxshilab o'rnashtirib olaman. Bu yerga esa tak, o'rtaga qo'yish kerak derazani yonidan va bu yerga kiyimlarni, oyoq kiyimlar javoni birga turishadi va bu yerda katta torshir ajoyib gitarani esa buni o'rniga qo'yamiz. Buni esa katta lampani tagiga qo'ysamchi? O'ylab ko'rish kerak. Baribir o'zimni o'rnig'im qayerda qoldi ekan? Xo'sh, qani tashqarini ko'raychi. Yo'q, qoldirganim yo'q, tushib qolganim yo'q. Tushunursan. Olib kelishgandi, men ko'rgandim, o'tirib ko'rgandim, qulay ekan degandim videoni boshlashimdan avval. Xo'sh, mayli. Xo'p, bu yerga hozir mana bu divanni qo'yib turamiz, kresloni, keyin esa ko'ramiz nima qilish mumkin ekan. Lekin bu juda ham g'alati do'stlar. Hammayli gitarani tagiga qo'ya qolamiz va gitarani esa buni ustiga, mana bu chiroyli bo'ldi. Endi esa biz qidirishimiz kerak. Qayerga yo'qoldi ekan? Xo'sh, politsiya chaqirishimga to'g'ri keladi shekilli. Xo'sh. Tak. Allo, politsiyami? Ha, politsiya ishlandi. Xullas, men 13-qishloqdaman. Bu yerda mebellar zakaz qilgandim. Meni o'rindig'imni olib ketib qolish. Qanaqangi o'rindiq? Ofisni o'rindiq o'tirish uchun. Tushunarli. Odam yuboramiz. Kuting. Aha, xo'p, rahmat. Kutaman. Aha. Bo'ldi do'stlar. Nima bo'ldi? Qo'shni, ishonmaysan. Xullas, meni o'rindig'im bor edi-ku. Qaysi o'rindiq? Sen ko'rmaganing-a? Kompyuter oldida o'tirish uchun zakaz qilgandim. Hozir kelaman. Xo'sh do'stlar. Tak, chekini olib qo'yish kerak. Janob mebelchi. Janob mebelchi, qani siz? Tushunsin, qayerda qoldi ekan? Janob mebelchi. Men bu yerdaman. Sishga o'tgandim. Sishga o'tganingiz? Aha. Video o'tgan edim. Men qayerdan bilay? Mayli. Bu nima bo'ldi? Cheklar. Kakras men sizdan cheklarni so'rab kelgandim. Mebellar oldim sizdan. Xo'sh, shuni o'rindig'ini yo'qotib qo'ydim. O'rindig'ini yo'qotib qo'yding? Nima? Mana sen cheklaring. Nima deyapsiz? Mebellar kelmaydigan ko'rinadi. Yo'q, qo'yil. Oxirgilarni men sotib olibman shekilli. Ha, mayli. Chek bor, endi politsiya kelib so'rasa ko'rsatishim mumkin bo'ladi. Rostdan ham meni o'rindig'im ekaniga chek. Ha, politsiyaga tushunarli. Ish qilib topilsin-da do'stlar, chunki yaxshigina pul bergandim. Yana bilasizlarmi, uyimizni xavfsizligi, politsiyachi keldi. Siz meni uyimgami? Ha, Brunomisiz? Ha, men Brunoman. O'rindig'ingiz yo'qolibdi. Ha, mana bu tarafda yo'qolganda. Qanaqangi o'rindiq? Mana cheki ham bor. Xo'sh, qanaqangi o'rindiq ekan? Mana shu yerda. Ha. O'rindiq qanaqa deyapman? Oddiy o'tiradigan ofisni edi. Rangi qora. Balki derazadan olib chiqib ketishgandir. Nima deysiz? Derazadan? Ha, qarang, qor ham g'alati. Bu shunchaki tom ushlab qolgan. Mana bu izlarchi, buni qarang, qordan izlar ketgan. Yo'q, bu o't o'sgan, shunga qor tushmagan ustiga. Tushunarli. Balki o'rmonga olib ketib qolishgandir. O'rmonga, mana qarang, izlar. Bu ham ustidan o't o'sgani uchun tushmagan. O'zingiz shunchalik yaxshi bilar ekansiz, nega meni chaqirdingiz? Chunki siz politsiyachisiz, tergov qilishingiz kerak. Menga qo'ymayapsiz-ku, iz olishga ketdim men. Qayoqqa ketdingiz? O'zing qilaver, o'zing topaver, tergov qil. Nima? Tushunmadim, nima bo'ldi hozir? Arazladi shekilli. Ha, to'g'ri. Bekor shigarlashibman shu-da. Mayli. Lekin to'g'ri aytdi. O'zing topib olsang nima qilarding meni chaqirib deb. Lekin bilasizlarmi, uyim do'stlar rostdan ham o'rmon yonida va yangi kompyuterim bor. Bu juda ham xavfli. Bilasizlarmi, biz bu yerni yaxshilab xavfsiz qilishimiz kerak. Masalan,
Rishotga qo'ysakchi. Do'stlar, rishotga qo'yish juda ham yaxshi g'oya. Tak, faqatgina narxlarini bilmadim. Borib, jiteldan so'rab kelamiz. Sotuvchi jitelni bu yerda menimcha уже hamma tanib qolgan bo'lsa kerak. Yoniga boramizda so'raymiz, qanday rishotkalar qancha bo'lar ekan. Tak, jitel, ha, menga qara, rishotka kerak. Rishotka, ha, ikkitalik oynalarga qo'yish uchun osh va yana qandaydir eshik. Mana shu bo'ladimi? Wow, mana bu rishotkaga gap yo'q. Mana bu eshik esa yaxshigina rishotka ekan. Ha, nimaga edi o'zi? Bunker quryapsanmi yana? Yo'q, menga bu safar shunchaki derazalarimni xavfdan himoya qilish uchun hech kim o'g'irlay olmasin deb. Xo'sh, shumi? Ha, kartamga tashla hozir. Tak, bo'ldi. O'tkazdim va oxirgi raqami 96 bo'ldi. O'tkazib, kartang g'oyib bo'ldi. Jitildan qayoqqa g'oyib bo'ladi? Bilmadim, shunchaki bug bo'ldi shekilli. Topib bermasang bo'lmaydi kartamni. Qayerda topib beraman? G'oyib bo'ldi deb-ku. Hoy, men bilan o'ynashim lekin mayli hazillashyapman. Mana olishing mumkin. Bu shunchaki fokus edi. Fokus. Bo'ldi do'stlar, ketdik. Endi esa mana bularni o'rnatishimiz mumkin. Hali soat vaqtli. Buni qara, jitel nima berdi? Yomon emas. Hozir shularni olib borib o'rnataman. Faqatgina buni o'rnatish teskari qo'ylar ekan-ku. Mana bu albatta problema bo'ladi bizga do'stlar. Buni o'rnatish uchun qo'shimcha bloklar kerak bo'ladi, lekin adashmasam uyda bor edi yoki yo'qmi? Hammasini olib tashlagandim-ku. Jin ursin, mayli. Hozir eshikni olib tashlaylik. Eshikni o'rniga qo'yamizda mana bu bunker eshigini, shuni hozir o'rnatsak, hech kim ichkariga kira olmasa kerak yoki kira olarmikin, bilmadim do'stlar, bu juda ham xavfli. Shuni o'ylab ko'rishimiz kerak. Agarda o'zim ichkarida qolib ketsamchi? Xo'sh, kalt bilan ochilib yopiladi-ku. Yomon emas. Ha, buni ishlatishimiz mumkin. Kalt bilan ochib yopib faqatgina o'zimiz kirib chiqamiz. Faqatgina yo'qotib qo'ymasak bo'lgan. Endi esa ozgina daraxt chopishimiz kerak. 2 blok yetadi. Mana bu ortib qolgan, kimdir olib ketmaganlarni olsam bo'ladi. Xo'sh, tayyor. Mana bu bizga kerak emas ortiqcha eshik, hammayli hozircha tursin. Bu yerga esa mana bularni qo'ysak bo'ladi. Endi rishotkalarni qo'yib chiqamiz. Ajoyib. Mana endi uyimiz himoyalandi. Hech kim kira olmaydi ham, chiqa olmaydi ham. Hattoki o'zim ham. Xo'sh, bu yerga endi boshqa rishotkalarni qo'yib chiqishimiz kerak va mana bu boshqa gap. Mana bu yerda endi yashasa bo'ladi. Hech nimadan qo'rqmasdan. Hattoki zombi apokalipsis bo'lsa ham hech kim kira olmaydi. Tak, mana bu endi qiyin bo'ladi. Xullas do'stlar, mana o'rnatdim, juda ham qiyin bo'ldi, lekin epladim. Endi esa tekshirib ko'rishimiz mumkin. Mana bunday qilsak ochiladi, yopamiz va bo'ldi do'stlar. Hamma yo'q, himoyalangan, hech kim kira olmaydi, chiqa olmaydi. O'rmonning yonida bo'lsam ham himoyalanganman va afsuski o'rindiqim topilmasa kerak. Nima ham qilardim, endi shu kresloga o'tiraman, lekin kreslo ham unchalik yomon emas, o'tirsa bo'ladi. Shuning uchun ham mayli, ortiqcha asab qilmaganimiz ma'qul. Asosiysi qolgan hamma narsa joyida va o'g'rini ham topishadi degan umiddaman. Endi men qishloqdagi eng himoyalangan uyning egasi bo'ldim. Albatta mana bu yog'ochlarni ham agarda toshga almashtirsak zo'r bo'lardi, lekin bu juda ham qimmat va uzoq bo'ladi. Shuning uchun ham ketdik. Hozir boramiz jitelga uyimizni ko'rsatamiz. Menimcha shunday qilishimiz mumkin. Hey, jitel, sotuvchi, nima bo'ldi? Men qilib bo'ldim uyimni. Yur ko'rasan, yo'q, hammasi tayyor. Hattoki bunker eshigi ham qoyil ko'ryapman. Bunker eshigi, yurchi. Davay, qani hozir ko'ramiz. Rishotkalarni o'rnatdim. Wow, gap bo'lishi mumkin emas. Agarda zombi apokalipsis bo'lsa, meni kirgizasanmi? Albatta, jitel, seni birinchi bo'l. Rahmat. Qiyin ekan. Boshingni urib olishing mumkin. Egilib kiraman mana buni. To'g'ri. Xo'sh, nimalar bor ekan? Yaxshi. Xo'sh, nima deysan? Yo'qdi menga qora stilda hammasi. Polni ham oqqa almashtirmoqchiman va devorlarni yomon emas, zo'r chiqadi o'ylashimcha. Zo'r o'yin qoyil. Mana shularning hammasi endi meniki bo'ldi. Nima deysan? Yomon emas, zo'r, menga yoqyapti. Eski mebellar nima bo'ldi? Ularni men borib ko'rdim, olib ketishibdi. Sen ham do'stmisan? Nima? Do'stmisan deyman, menga bermoqchi eding-ku. Uzr, jitel, nima ham qilardik? Shunday bo'lib qoldi. Do'stlar, men boya o'rmonga borganimda tekshirib ko'rdim va afsuski o'sha kimdir olib ketib qolibdi va jitel mana endi mendan xafa bo'ldi. Lekin nima ham qilardik, ilojimiz yo'q. Odatda shunday bo'lib turadi. Men qayerdan bilay unga kerak ekanini, uyi bo'sh ekanini. Xo'sh, Brona, Jennerson. Kim? Men, politsiyachi. O'rindiqlaringizni topib keldim. O'rindiqlarimni topib. Mana shu siznikimi? O'choyoqli. Yo'q, nimalar deyapsiz? Bu meniki emas. Meniki kreslo edi. Mana bu edi. Bilaman, shunchaki hazillashyapman. Biz o'zimizni uchastkadan ko'tarib keldim. Hayron qolishingiz uchun. Tushunarli. Bo'ldi, buni olib ketaman. Mayli, rahmat sizga. Nima, men unga rahmat deyishim kerak edi, menga rahmat aytib ketib qoldi. Mayli, o'zi qayoqqa ketyapti? G'alati odam ekan, Avvalga arazladi, endi esa ketdi. Qayoqqadir. Okey. Tak, bilasizlar, do'stlar, asosiysi mana o'rindiqimiz topildi va mana bu yerda qanaqadir
fantomli bloklar paydo bo'lib qolganmi? Nima kim bularni qo'yib ketdi? Mana bu politsiyachimi? Hamma yoqni rasvosini chiqarib ketibdi-ku. Shuncha fantom bloklar, yo-mayo. Nima bu? Qarashdik ham objitilga. Ha, mayli, tak, bo'ldi. Qani kelinglarchi endi buni o'rnataylikchi o'z joyiga, eshikni qulflaymiz va bo'ldi. Mana shu yerga qo'yishimiz mumkin. Qani va shoshmanglar, yo'q. Mana buni olib qo'yay. Inventorda xalaqit beryapti. Hozircha mana shu yerda tura qolsin. Chunki menga sirazu yoqmadi. Umuman noqulay ekan.